Xo'p, xullas, gapni cho'zib boshqa qilib o'tirmayman bu temada. Bugun bir ikkita ishlar bo'ldi. Bir ikkita odamlar keldi, bir ikkita qo'ng'iroqlar bo'ldi. Hamma narsani ham aytaverish shart emas, to'g'rimi? Xullas, men to'xtadim, o'rtoqlar bo'ldi. Muxolifat, tamam. Komil, kim yana? Mamatovlar. Все. Tugadi, короче. Lekin bu darajada paskudalik qilishadi deb lekin o'ylamagandim borku. Bu darajada paskudalik qilishadi deb o'ylamagandim. Bilmayman, kimnidir shantaj qilishganmi bular yo boshqami ish qilibdi, nima bo'lsa ham. Ular niyatingizga yetdinglar, omadinglarni bersin. Gazini beringlar. Ertaga hali hammanglar bilan qiyomatda gaplashamiz. Bu xalqqa qay darajada ahmoq o'tganinglarni-yu, boshqasini-yu hammasini hali qiyomatda gaplashamiz. Mayli. Bu dunyoda kuchim yetmas ekan, u dunyoga qoldiraman. Joningiz omon bo'lsin, bo'ldi. Siz haq edingiz-ku deydi. Men oxirgacha haqligimni bilib, oxirgacha haqligimni tushunib yashayman, xavotir olmanglar. Aytaman-ku, men qiyomatda ham gaplashishga tayyorman bu temada. Men birorta odamlarni aldab yurganim yo'q edi. Ularni asli kimligini bilganim uchun qarshi chiqib yurgandim. No, endi qarshi chiqmayman. Menga anetda oilamni, bola chaqamni tinchligi kerak. Men bitta o'zimman. Meni armiyam yo'q. Suratni bekorga qo'yib qo'yganim yo'q-da. Butun boshli Qizil armiyaga bir o'zim qolib ketdim-da. Qarasam, bular shantajchi kon ekan. Bular shunaqa. Yo, taslim bo'lmang deganda qanaqa o'rtoqlar, bu yerda уже серьезный tema bo'lyapti. Tushunasizlarmi? U avjiga chiqib ketgan серьезный tema bo'lyapti. Men bir davlat tashkilotiga ishlamayman, yo kimnidir jiyani emasman. Men o'zimni Xudodan qo'rqadigan duxubalan bir mujik deb bilaman, bo'ldi. Men ketimda bir armiyam yo'q, yoki qanaqadir palonchakalarni jiyani emasman. Tomoni telefonlar bo'ldi, odamlar keldi. Aytadigan gapini aytdi, ketdi. Shuning uchun bu dunyoda faqat haqiqatni gapiradigan odamlarning og'zi yopilar ekan. Yog'ini qo'yaveringlar. Xullas, boshqa narsalardan gaplashaylik o'rtoqlar. Ma'no Jahongir Mamatov sizga qilgan videolarimni hammasini o'chirib tashlayman. Boshqa sizlarga gapirmayman.
Qaytar dunyo deydi. Ichib qo'ydingmi deydilar. Ha, shunaqaroq. Mani oldimga kelgan odamlar san oldingga kelganda sen hozir arqancha bilan molxonaga kirib ketayotgan bo'larding. Tag'in men efir qilib gapirolmayman-ku. Issiq ukol qilib ketishdimi? Yo'q, ukol qildiradigan bolalardan emasman. Trade qalay ketyapti? Uni qo'ying, shundan gaplashaylik. Trade zo'r ketyapti aka. Tirikchilikni qilaylik. Men bu qilayotgan ishimni baribir qadri yo'qligini tushunib yetdim-da bugun. Kim uchun harakat qilsang ham, nima desang ham, nima qo'ysang ham, haq bo'lsang ham hozirgi paytda foydasi yo'q. Kanalga strayk kelgan. Ey o'g'li, men panal menga qiziq emas to'g'risi. Men yaxshi pul topib yurgan bo'laman. Kanaldan $100, $150 pul uchun siqilib qoladi deb o'ylaysizlar. Bu sizlar borligingiz uchun ozgina odam xijil bo'lishi mumkin. U strayk kelgani kapayka u. Xalq taraf bo'l, men sizlar taraf har doim bo'lganman. Men hech qachon sizlarni yomonligiga boshlamaganman. Men hech qachon sizlarni yomongarchiligiga boshlagan bola emasman. Men har doim ko'zinglarni ochinglarni, "Ey, aralashib qolmanglar, ertaga qiynalasizlar" deb ashara iflosgarchiliklardan asrayman deb. Mayli, qo'yinglar, bo'pti. Temani o'zgartiringlar.